Ertalab uyg'onsam birinchi savol qancha pul, kechasi uxlasam oxirgi fikr qancha pul. Do'stlar gapirar qadriyat, or, nomus, vijdon, lekin qo'lga pul tushguncha hamma jim, hamma sovuq, hamma yolg'on. Kimdir aytar pul yomon, lekin o'zi yugurar uning orqasidan. Kimdir aytar pul chiritadi, lekin o'zi yashaydi. Qimmatbaho uylar, qimmatbaho mashinalar, qimmatbaho liboslar, qimmatbaho ta'tillar. Men ko'rdim pul bilan ochiladi eshiklar, pul bilan sotiladi vijdonlar, or, nomuslar, qasamlar, va'dalar. Aytishadi do'stlik muhim, sog'liq muhim, oila muhim, lekin kasalxonada puling bo'lmasa yotasan yo'lakda. Shifokor kelmaydi, dori bermaydi, hech kim qaramaydi, hech kim so'ramaydi. Do'sting puling ko'rib do'st, puling ketgach u ham ketadi, orqasiga qaramaydi, xayrlashmaydi, hatto salom ham demaydi. Pul hal qiladi, dunyo aylanadi pul atrofida, pul markazida, pul boshida, pul oxirida. Sevgi sotiladi, do'stlik sotiladi, or, nomus narxi bor, vijdon narxi bor, qasam narxi bor. Pul hal qiladi. Kim aytdi pul baxt emas, yolg'on gapirdi, aldaydi. Yashirincha o'zi ham yig'ib yuradi, jamg'arib yuradi, orzu qiladi, ko'z tikadi, kutadi, intiladi. Pul bo'lmasa sen hech narsasan, hech kimsan, hech qayerdasan, hech kimga kerak emassan, hech kimga qadrli emassan, hech kimga muhim emassan. Pul bor sen janob, puli yo'q sen hech kim. Bir yigit bor edi, halol vijdonni mehnat qilardi, ter to'kardi tunlar, uxlamasdi kunlar, dam olmasdi, yordam so'radi hammadan, har tomondan, har bir ishdan, har bir odamdan. Kechirasiz, pulingiz yo'q, biz sizga yordam bera olmaymiz, boshqa joyga murojaat qiling, omad tilaymiz. Xayr, bir kishi bor edi, pul bosib ketdi hamma narsani, pul bilan o'lchadi, pul bilan tortdi, pul bilan qaradi, pul bilan gapirdi, hamma uning oldida bosh egardi, hamma unga pulardi, hamma unga ha derdi, hamma unga xush kelibsiz derdi, hamma unga siz biz uchun eng qadrlisiz derdi. Nima farq bor? Hech narsa. Pul hal qiladi, faqat pul. Aytishadi pul halolligi muhim, pul qanday topilgani muhim, pulning kelib chiqishi muhim. Lekin qo'lingda pul bo'lmasa hech kim so'ramaydi, qayerdan, qanday, qachon, kimdan, nima uchun. Pul bor sen aqli, pul yo'q sen ahmoq. Pul bor sen chiroyli, pul yo'q sen ko'rimsiz. Pul bor sen yaxshi, pul yo'q sen yomon. Pul hal qiladi, dunyo aylanadi pul atrofida, pul markazida, pul boshida, pul oxirida. Sevgi sotiladi, do'stlik sotiladi, or, nomus narxi bor, vijdon narxi bor, qasam narxi bor. Pul hal qiladi. Kim aytdi pul baxt emas, yolg'on gapirdi, aldaydi. Yashirincha o'zi ham yig'ib yuradi, jamg'arib yuradi, orzu qiladi, ko'z tikadi, kutadi, intiladi. Pul bo'lmasa sen hech narsasan, hech kimsan, hech qayerdasan, hech kimga kerak emassan, hech kimga qadrli emassan, hech kimga muhim emassan. Pul bor sen janob, pul yo'q sen hech kim. Ba'zida men o'ylayman, nima uchun dunyo shunday qurilgan? Nima uchun pul hamma narsaning kaliti? Nima uchun pul hamma eshikni ochadi? Nima uchun pul hamma og'riqni bosadi? Nima uchun pul hamma dardni ketkazadi? Javob yo'q, yoki juda oddiy. Dunyo adolatsiz va bu adolatsizlikning ismi pul. Lekin men shikoyat qilmayman, men kurashmayman, el o'zgarmayman, chunki men ham xuddi shundayman. Pulim bor, men kuchli, pulim yo'q, men kuchsiz. Bu hayot, bu qonun, bu haqiqat. Qabul qil yoki olib ket, boshqa yo'l yo'q. Hal qiladi hamma narsani, sevgini ham, do'stlikni ham, o'limni ham, hayotni ham. Pul faqat pul. Faqat